Men jalb qilish qonunining doimiyligi haqida bilaman. Jalb qilish qonunining butun koinotda doimiy va barqaror ekanligi yangi jismoniy muhitga kelganingizda ishonchingizga sezilarli ta'sir ko'rsatgan omildir. Chunki hayotdan olingan javoban siz bilan suhbati buni eslab qolishga va oyoqlaringiz ostidan zamin topishga yordam berishini bilar edingiz. Siz tebranishlar hamma narsaning asosi ekanligini va jalb qilish qonuni bu tebranishlarga javob berishini va aslida ularni bir-biriga o'xshash tebranishlarga ega bo'lgan narsalarni jalb qilib, shakllantirib, turli tebranishlarni masofada ushlab turishini yodingizda saqlar edingiz. Shuning uchun siz bu bilimlarni darhol shakllantira olmasligingiz yoki atrofingizdagilarga tushuntira olmasligingiz haqida qayg'urmagan edingiz. Chunki bu kuchli qonunning doimiyligi tez orada o'z hayotingiz misollarida namoyon bo'lishiga amin edingiz. Siz qanday tebranishlarni taratayotganingizni aniqlash qiyin bo'lmasligini bilar edingiz. Chunki jalb qilish qonuni tebranishlaringiz haqida doimiy ravishda dalillarni keltirishini bilar edingiz. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, tushkunlikka tushganingizda to'lib toshganlik hissi ostidan chiqishingizga yordam beradigan vaziyatlar va odamlar sizni topa olmaydi va siz ham ularni topa olmaysiz. Siz ularni topishga juda ko'p uringan bo'lsangiz ham buni qila olmaysiz. Kelganlar esa sizga yordam bermaydilar, aksincha ular depressiya tuyg'usini kuchaytirishadi. Sizga nisbatan adolatsiz munosabatda bo'lishganini his qilsangiz, adolat sizni topa olmaydi. Sizning adolatsizlik haqidagi tasavvuringiz va idrokingiz natijasida taratib turadigan tebranishlar siz adolatli deb hisoblagan hamma narsaning sizga kelishiga to'sqinlik qiladi. Agar siz umidsizlikka tushib qolsangiz yoki sizga kerak deb o'ylagan moliyaviy zaxiralarga ega bo'la olmasligingizdan qo'rqsangiz, pul yoki uni topish imkoniyati oldingidek sizni chetlab o'tadi. Va siz yomon bo'lganingiz yoki noloyiqligingiz uchun emas, balki jalb qilish qonuni boshqacha bo'lganlarni emas, faqat o'xshashni birlashtiradi. O'zingizni kambag'al his qilganingizda faqat qashshoqlik singari his qilinadigan narsalar keladi. O'zingizni farovon, boy badavlat his qilganingizda faqat baraka singari his qilinadigan narsalar hayotingizga keladi. Bu qonun doimo ishlaydi va agar siz e'tibor bersangiz, uning o'zi sizga hayotiy tajriba orqali uning qanday ishlashini o'rgatadi. Agar siz aslida aynan nima haqida o'ylayotganingizni va keyin qo'lga kiritayotganingizni yodda saqlasangiz, buni sezsangiz, bu ongli yaratishning, ijodkorlikning kalitidir. Tebranish deganda nimani tushunamiz? Tebranish haqida gapirganda biz sizning e'tiboringizni hayotiy tajribangizning mohiyatiga qaratamiz. Chunki dunyodagi hamma narsa tebranishlarga asoslangan. Siz energiya so'zini xuddi shu ma'noda ishlatishingiz mumkin va lug'atingizda ushbu hodisaning ma'nosini aniq aks ettiradigan boshqa ko'plab sinonimlar mavjud. Ko'pchilik tovushning tebranish xususiyatlarini eng aniq tushunadi. Ba'zan musiqa asbobining chuqur past bas notalari baland ovozda eshitilsa, hatto tovushning tebranish xususiyatini ham his qilishingiz mumkin bo'ladi. Biror narsani eshitganingizda, eshitadigan tebranishni tovushga aylantirishingizni tushunishingizni istaymiz. Siz eshitgan narsa tebranishning talqini. Siz eshitgan narsa bu aynan tebranishning sizningcha bo'lgan noyob talqini. Jismoniy sezgilarning har biri ko'rish, eshitish, ta'm bilish, hid va sezish mavjud. Chunki koinotdagi hamma narsa tebranadi va sizning jismoniy sezgilaringiz bu tebranishlarni o'qiydi va tebranishlarning hissiy idrokini sizga uzatadi. Shuning uchun siz pulsatsiya qiluvchi, tebranuvchi yuqori uyg'unlik olamida yashayotganingizni va mavjudligingiz markazida siz faqat tebranish muvozanati hamda uyg'unligining mukammalligi deb ta'riflanishi mumkin bo'lgan narsa sifatida tebranishni tushunganingizda, aslida tebranishlarni ular loyihalashtirilgan ma'noda tushuna boshlaysiz. Havoda va yerda, suvda va tanangizda mavjud bo'lgan hamma narsa harakatdagi
tebranishlardir va ularning barchasi kuchli tortishish yoki jalb qilish qonuni bilan boshqariladi. Agar xohlasangiz ham mavjudlikni qismlarga ajrata olmasdingiz va hech narsani ajratishning hojati ham yo'q. Chunki jalb qilish qonuni siz uchun hamma narsani o'zi ajratadi. Chunki u doimo bir-biriga o'xshash tebranishli narsalarni jalb qiladi va har xil tebranishli narsalarni esa bir-biridan uzoqlashtiradi. Aslida tebranishlarni talqin qilishning 6 ta vositasi ichidan eng kuchli va muhim bo'lgan his-tuyg'ularingiz doimiy ravishda ichki tebranish holatingizning uyg'unligiga nisbatan fikrlaringiz yoki tebranishlaringiz uyg'unligi haqida bildirib turadi. Jismoniy bo'lmagan dunyo bu tebranishlar. Siz bilgan jismoniy dunyo ham tebranishlardir. Bu tebranishlar tabiatidan tashqarisida hech narsa yo'q. Jalb qilish qonuni bilan tartibga solinmaydigan hech narsa yo'q. Vibratsiyalarni tushunish esa sizga ikkala dunyo o'rtasida ongli ravishda harakat qilishingizga yordam beradi. Ko'rish uchun optik asabning murakkab tuzilishini yoki ko'rish uchun mas'ul bo'lgan miya yarim korteksining maydonini tushunishingiz shart emas. Chiroqlarni yoqish uchun elektr energiyasini tushunishingiz shart emas. Va uyg'unlik hamda nomutanosiblik o'rtasidagi farqni his qilish uchun tebranishlarni tushunishingiz shart emas. O'z tebranish tabiatingizni qabul qilishni o'rganganingizda va hissiy tebranish ko'rsatkichlaringizdan ongli ravishda foydalanishni boshlaganingizda siz o'z ijodingiz va hayotiy tajribangiz natijalari ustidan ongli ravishda nazoratga ega bo'lasiz. Men mo'l ko'lchilikni his qilsam, mo'l ko'lchilik meni o'zi topadi. Agar siz ongli ravishda his qilgan narsangiz va hayotiy tajribangizda mujassam bo'lgan narsalar o'rtasida aloqa o'rnatsangiz, unda siz o'zgarishlarni amalda tatbiq qilish uchun kuchga ega bo'lasiz. Agar siz bu aloqani o'rnatmasangiz va shu bilan siz xohlagan narsaning yetishmasligi haqida fikrlarni taratishda davom etsangiz, xohlagan narsangiz sizni chetlab o'tishda davom etadi. Odamlar tushunmovchilik tufayli ko'pincha o'zlaridan tashqaridagi bo'lgan narsalarga, nima uchun ular istalgandek gullab yashnamasliklarini tushuntirish uchun kuch berishni boshlaydilar. Men noto'g'ri joyda noto'g'ri vaqtda tug'ilganim uchun rivojlana olmayapman. Men gullab yashnamayman chunki ota-onam farovonlikka, katta boylikka erisha olmadi va menga buni qanday qilishni o'rgata olmadilar. Men gullab yashnamayman chunki boshqa odamlar gullab yashnamoqda. Ular menga tegishli bo'lish kerak bo'lgan resurslarni olib qo'yishmoqda. Men aldanganim uchun gullab yashnayotganim yo'q. Chunki men noloyiqman. Chunki men avvalgi hayotda to'g'ri yashamaganman. Chunki hukumat mening huquqlarimni e'tiborsiz qoldiradi. Chunki turmush o'rtog'im o'z vazifasini bajarmaydi. Chunki. Biz esa shuni eslatib o'tmoqchimizki, siz farovonlik tebranishlaridan farqli o'zgacha tebranishlarni taratayotganingiz uchun rivojlanmayapsiz. Bir vaqtning o'zida o'zingizni kambag'al his qila turib va qashshoqlik tebranishlarni taratib va shu bilan birga gullab yashnash mumkin emas. Siz mo'l ko'lchilikni taratmaguningizgacha mo'l ko'lchilik sizni topa olmaydi. Ko'p odamlar so'rashadi. Ammo agar men gullab yashnamasam, qanday qilib yer yuzida farovonlik tebranishlarini taratishim mumkin? Farovonlik uchun gullab yashnashim shart emasmi? Biz albatta farovonlik holatini hayotda mavjud bo'lganda saqlab qolish juda oson degan fikrga qo'shilamiz. Chunki u holda sizga kerak bo'lgan narsa shunchaki hayotingizga nima yaxshi narsalar kelishiga e'tibor berishdir va sizning kuzatuvingiz yetarli bo'ladi. Ammo agar sizda xohlagan narsangiz bo'lmasa, uning mohiyatini his qilish yo'lini topishingiz kerak. U kelishidan oldin ham. Aks holda u kela olmaydi. Vibratsiyali taratishlarning faqat mavjud narsaga javoban paydo bo'lishiga, keyin esa bor narsani o'zgartirishga kirishishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Sizning orzularingiz sizning haqiqatingizga aylanmaguncha, hozirgi amalga oshmagan orzularingizdan hayajonlanish yoki qoniqish uchun yo'l topish kerak. Istalgan tebranishlarni taratish uchun kerakli ssenariyni qasddan tasavvur qilish yo'lini toping
va shunda sizning tebranishlaringizga muvofiq jalb qilish qonuni siz xohlagan narsani haqiqatga aylantiradi. Agar siz tebranishdan oldin hayotdagi moddiy timsolni so'rasangiz, siz imkonsiz narsani so'rayapsiz. Agar siz mujassamlanishdan oldin tebranishlarni taratishga tayyor bo'lsangiz, hamma narsa mumkin bo'ladi. Bu qonun. Berilgan narsalar bilan emas, balki siz tanlagan narsalar bilan yashang. Mazkur kitobda biz tebranishlar haqidagi bilimingizni qayta uyg'otish va tiklash uchun sizga ma'lum darajada bilganlaringizni eslatib o'tamiz. Sizning bilimingizni umumiy nuqtai nazardan aks ettiradigan bu so'zlarni o'qiganingiz va shu bilan birga sizning bilimingiz ichkaridan qanday ko'tarila boshlaganini sezmagan bo'lishingiz mumkin emas. Bu haqiqatdan ham uyg'onish vaqti, shaxsiy kuchingizni va mavjudlikning mazmunini eslash vaqti. Shunday qilib, chuqur nafas oling, o'zingizni qulay his qilishga harakat qiling va asl tebranish mohiyatini tiklash uchun ushbu kitobni asta-sekin o'qing. Shunday qilib, bu yerda siz juda yaxshi holatdasiz. Siz endi boshqalar tomonidan boshqariladigan chaqaloq emassiz. Siz ozmi, ko'pmi jismoniy muhitingizga joylashib oldingiz. Va endi bu kitobni o'qib bo'lgach, siz o'zingizning asl o'zingizni va to'liq kuchingizni anglashga qaytasiz. Siz endi jalb qilish qonuni bilan dengizdagi qobiq singari larzaga kelmaysiz. Siz eslaysiz va o'z taqdiringiz ustidan nazoratni qo'lga kiritasiz. Nihoyat dunyoga moslashgan munosabatda bo'lib, berilgan narsani qabul qilmasdan o'z hayotingizni maqsadli ravishda kuchli jalb qilish qonuni oqimi bo'ylab boshqarasiz. Buning uchun siz boshqa hikoyani aytib berishni boshlashingiz kerak. Siz o'z hayotingiz haqida o'zingiz xohlagan tarzda gapirishni boshlashingiz va ilgari nima bo'lganligi yoki hozir nima bo'lganligi haqida gapirishni to'xtatishingiz kerak. Boshdan kechirmoqchi bo'lgan hikoyani qaytadan aytib bering. Maqsadli yashash uchun siz maqsadli o'ylashingiz kerak va buni amalga oshirish uchun sizga fikrlaringizning to'g'ri yo'nalishini aniqlaydigan muhim bosqich kerak. Hozir sizning tug'ilgan paytingizda bo'lgani singari ikkita zaruriy omil ishda. Jalb qilish qonuni koinotdagi eng kuchli va doimiy tayanch qonunlardan biri hamma joyda mavjud va sizning his-tuyg'ularingiz yo'l-yo'riq tizimi sizning ichingizda sozlangan va harakat yo'nalishi bo'yicha doim belgi berib turishga tayyor. Siz butun hayotingizni o'zgartirishi mumkin bo'lgan bitta narsani qilishingiz kerak. Hikoyangizni yangicha tarzda aytib berishni boshlang. Siz hayotingizni qanday ko'rishni xohlayotganingiz haqida gapirishingiz kerak. Hayotingiz haqida hikoya qilganingizda va buni deyarli har kuni, kun bo'yi, har kuni so'zlar, fikrlar va harakatlar bilan qilasiz. Bu vaqtda o'zingizni yaxshi his qilishingiz kerak. Har bir daqiqada, har bir mavzuda siz ijobiy yoki salbiy diqqat nuqtasini tanlashingiz mumkin. Chunki koinotning har bir zarrachasida, vaqtning har bir daqiqasida kerakli va keraklining yetishmasligi mavjud. Ular pulsatsiyalanadi va aynan ular orasidan birini siz tanlashingiz kerak. Va bu doimiy tanlov sizga ochilganda siz xohlagan narsangizga yoki har bir obyektning yetishmasligiga e'tibor qaratish imkoniyatiga egasiz. Chunki har bir obyekt aslida ikkita narsadan iborat: kerakli va kerakli narsaning yo'qligi. Siz hozirda qaysi variantga e'tibor qaratayotganingizni, qanday his qilayotganingizga qarab bilib olishingiz mumkin va variantlarni doimiy ravishda o'zgartirishingiz mumkin. Har bir obyekt aslida ikkita obyektdir. Quyida har qanday obyekt aslida ikkita bo'lishi mumkinligini ko'rishga yordam beradigan misollar keltirilgan. Mo'l-ko'lchilik, qashshoqlik, mo'l-ko'lchilikning yetishmasligi. Salomatlik, kasallik, sog'liqning yetishmasligi. Baxt, qayg'u, baxtning yetishmasligi. Aniqlik, tushunmovchilik, aniqlik yetishmasligi. Energiya, charchoq, energiya yetishmasligi. Bilim, shubhalar,
bilim yetishmasligi, qiziqish, zerikish, qiziqishning yetishmasligi. Men buni qila olaman, men buni qila olmayman. Men buni sotib olmoqchiman, mening qurbim yetmaydi. Men o'zimni yaxshi his qilmoqchiman, men o'zimni yaxshi his qilmayman. Men ko'proq pul istayman, pulim yetarli emas. Men ko'proq pul istayman, qayerdan ko'proq pul olishni bilmayman. Men ko'proq pul istayman. Bu odam munosib bo'lgandan ko'proq pul oladi. Men nozik bo'lishni xohlayman. Men semizman. Men yangi mashina istayman. Mening eski mashinam bor. Men sevgilim bo'lishni xohlayman. Mening sevgilim yo'q. Mazkur ro'yxatni o'qiyotganda shubhasiz har bir misolda qaysi variantni eng yaxshi deb hisoblashimiz aniq bo'ladi. Ammo siz unutishingiz mumkin bo'lgan oddiy va muhim xususiyat mavjud. Bunday ro'yxatni o'qiyotganda ko'pincha sizning xohishingizni e'lon qilishdan ko'ra mavjud haqiqatni tasdiqlash ehtiyoji tug'iladi. Nima bor bo'lsa, shundayligicha aytish. Faqatgina shu ehtiyoj tufayli hamma narsadan ko'ra ko'proq muvaffaqiyatsiz ijodlar va xohlagan narsangizga erishishga ruxsat bermaslikka olib keladi. Shuning uchun mazkur kitobda keltirilgan misollar va mashqlar sizga kerakli narsani boshqarishga va allaqachon mavjud bo'lgan narsani tushuntirmaslik uchun yordam berish kerak. Agar siz jalb qilish qonuni sizga boshqa narsalarni olib kelishini istasangiz, boshqa hikoyani aytib berishni boshlashingiz kerak. Hozir qanday hikoyani aytib berayapman? Yangi hikoyani aytib berishni boshlashning juda samarali usuli bu kun davomida aytganlaringizni sinchiklab tinglashdir. Va o'zingiz xohlagan narsaga zid bo'lgan iborani aytayotganingizni ushlaganingizda o'zingizni bir zumga to'xtatib ayting. Xo'sh, men buni xohlamasligimni juda yaxshi bilaman. Unda nimani istayman? Keyin xohishingizni ataylab va ifodali ravishda e'lon qiling. Men bu eski, xunuk, ishonchsiz mashinadan nafratlanaman. Men yangi, chiroyli, ishonchli mashinani xohlayman. Men semizman. Men nozik bo'lishni xohlayman. Ular meni ishda qadrlamaydilar. Men ishda qadrlanishni xohlayman. Ko'pchilik e'tiroz bildiradi. Shunchaki jumlani parafrazlash orqali garajda yaltiroq yangi mashina paydo bo'lmaydi. Semiz tanangizni ingichka nozik badanga aylantirmaydi va xo'jayingizni to'satdan butunlay o'zgartirib, sizga boshqacha munosabatda bo'lishni boshlab bermaydi. Lekin ular noto'g'ri fikrdalar. Siz ataylab kerakli obyektga e'tiboringizni qaratganingizda, aynan u siz xohlagan narsa ekanligini bildirsangiz, vaqt o'tishi bilan siz o'zingizni his qilish uslubida sezilarli o'zgarishlarni sezasiz va bu tebranishlarning o'zgarishini ko'rsatadi. Sizning tebranishlaringiz o'zgarganda tortishish nuqtasi ham o'zgaradi va shuning uchun kuchli jalb qilish qonuniga ko'ra uning mujassamlanishdagi guvohligi yoki ko'rsatkichi ham o'zgarishi kerak. Agar siz doimo hayotingizda nimani his qilmoqchi ekanligingiz haqida gapirsangiz, koinot sizga uning timsolini keltira olmaslikdan boshqa ilojisi qolmaydi. Burilish jarayoni mening hayotimning oqimini o'zgartirishi mumkin. Burilish jarayoni bu har bir obyekt aslida ikkita obyekt ekanligini ongli ravishda tan olish. So'ngra burilish obyektining kerakli tomonini ataylab talaffuz qilish yoki o'ylash sizga barcha obyektlarga nisbatan o'zingiz xohlagan jihatlardan faol foydalanishga yordam beradi. Va bunga erishganingizda obyekt siz xohlagan narsaning timsolida barcha narsalarda hayotingizda paydo bo'lishi shart. Biz muhim tushuntirish berishimiz kerak. Agar siz o'zingiz xohlagan narsa haqida gapiradigan so'zlardan foydalansangiz, lekin shu bilan birga o'z so'zlaringizga shubha qilsangiz, sizning so'zlaringiz sizga kerakli narsani keltirmaydi. Chunki siz his qilayotgan narsa sizning fikringizning ijodiy yo'nalishi tebranishining haqiqiy timsolidir. Jalb qilish qonuni so'zlaringizga emas, balki siz taratadigan tebranishlarga ta'sir qiladi.
Ammo siz bir vaqtning o'zida xohlagan va xohlamagan narsalar haqida gapira olmasligingiz sababli xohlagan narsangiz haqida qanchalik ko'p gapirsangiz, xohlamagan narsangiz haqida shunchalik kam gapirasiz. Va agar siz bor narsangiz haqida emas, balki xohlagan narsangiz haqida gapirishga jiddiy yondashsangiz, bir muncha vaqt o'tgach, odatda biroz siz o'z tebranishlaringiz muvozanatini o'zgartirasiz. Agar siz buni tez-tez aytsangiz, nima deganingizni his qilishni o'rganasiz. Ammo burilish jarayonida yanada muhimroq kuch bor. Hayot sizni salbiy tomonga, siz xohlagan narsaning yetishmasligiga undayotgandek tuyulganda va siz men nima xohlamasligimni bilaman fikrini tasdiqlaganda, men o'zi nimani istayman savoliga javobni aynan ichingizdan olasiz. Va aynan shu vaqtda tebranishlar o'zgaradi. Burilish bu sizning hayotingizni darhol yaxshilaydigan kuchli vosita. Men o'z hayotiy tajribamning yaratuvchisiman. Siz o'z hayotiy tajribangizning yaratuvchisi va sizdek yaratuvchi uchun hayotingizni harakatlaringiz bilan emas, amallaringiz bilan ham emas, hatto so'zlaringiz bilan ham yaratmasligingizni tushunish muhimdir. Siz koinotga taraladigan fikrlaringiz bilan umringizni yaratasiz. Siz gapirganda yoki harakat qilganingizda albatta bir vaqtning o'zida fikr tebranishlari sodir bo'ladi. Ammo siz tez-tez umuman harakat qilmasdan yoki so'z aytmasdan ko'p fikr tebranishlarini taratasiz. Bolalar va chaqaloqlar kattalarning so'zlariga taqlid qilishni o'rganishdan ancha oldin aynan ularning tebranishlarini nusxalashni o'rganadilar. Siz o'ylagan har bir fikrning o'ziga xos tebranish chastotasi bor. Siz taratadigan har bir fikr, xoh u sizning xotirangiz tomonidan yaratiladimi, xoh tashqaridan ta'sir qiladimi yoki siz o'ylagan va boshqa birov o'ylagan narsalarning kombinatsiyasi ta'siri ostida yaratiladimi, siz hozir o'ylayotgan har bir fikr o'z chastotasida tebranadi. Va kuchli jalb qilish qonuni tufayli uning mohiyati esa shundaki o'xshashga jalb qilinadi. Bu fikr endi boshqa fikrni, o'z tebranish juftligini o'ziga tortadi. Va endi bu fikrlar birinchi paydo bo'lgan fikrdan ko'ra yuqoriroq chastotada birga tebranadilar. Va endi jalb qilish qonuniga ko'ra ular yana bitta boshqasini va yana boshqasini va yana boshqasini jalb qiladilar. Toki oxir-oqibat fikrlar haqiqiy vaziyatni yoki moddiy timsolni jalb qilish uchun yetarlicha kuchli bo'lguncha. Barcha odamlar, holatlar, hodisalar va vaziyatlar siz o'ylagan fikrlarning kuchi bilan sizni o'ziga jalb qiladi. Siz tom ma'noda narsalarni ixtiro qilayotganingizni yoki tebranishlar yordamida ularni yaratayotganingizni tushunganingizda, o'z fikrlaringizni aniqroq yo'naltirish uchun o'zingizda yangicha qat'iyatni kashf etasiz. Muvofiqlashtirilgan fikrlar bu yoqimli fikrlar. Ko'p odamlar ularning mohiyati jismoniy dunyoda et, qon va suyaklardan yasalgan odam sifatida ifodalangandan ko'ra ko'proq, ulkanroq bo'lgan mohiyat ekanligiga ishonishadi. Odamlar o'zlarining bu kattaroq qismiga mohiyatiga nom berish yo'llarini izlayotganlarida ular ruh, qalb, asosiy manba yoki yaratuvchi kabi so'zlardan foydalanadilar. Biz sizning ushbu katta, keksa va dono qismingizni ichki mohiyat deb ataymiz. Ammo o'zingizning bu abadiy qismingizni qanday nomlashni afzal ko'rishingiz aslida unchalik muhim emas. Darhaqiqat, sizning buyuk mohiyatingiz mavjudligini va u abadiy mavjud bo'lishini va hozir hamda kelajakda u yer sayyorasida yashaganingizda boshdan kechirgan barcha kechinmalar, narsalaringizda katta rol o'ynashini tushunishingiz muhimdir. Siz o'ylagan har bir fikr, so'z yoki amalga oshirgan harakat umumiy hayot tasviri fonida amalga oshiriladi. Darhaqiqat, siz istamagan narsangizni aniq bilganingizdan so'ng va siz xohlagan narsani keskin tushunishingizning sababi shundaki, mohiyatingizning katta qismi siz xohlagan narsaga butun e'tiborini qaratadi. Fikrlaringizni nazorat qilish uchun
ongli ravishda harakat qilganingizda kundan kunga ularni xohlagan narsangizga yo'naltirganingizda o'zingizni yaxshiroq his qila boshlaysiz. Chunki yaxshilangan hislar va fikrlar bilan faollashtirilgan tebranishlar ulkanroq, jismoniy bo'lmagan asl mohiyatingiz tebranishlariga ko'proq o'xshaydi. Sizning yoqimli narsalar haqida o'ylash istagingiz ichki borlig'ingiz mohiyatingizning umumiy hayot tasviriga sozlab, mutanosib bo'lishiga olib keladi. Darhaqiqat, agar siz hozir o'ylayotgan fikrlar sizning ichki borlig'ingiz fikrlariga nisbatan tebranishlari juftligi bo'lmasa, har soniyada o'zingizni yaxshi his qila olmaysiz. Misol uchun, sizning ichki mohiyatingiz o'zingizda kamchilik topsangiz, sizning qadrli ekaningizga e'tibor qaratadi va u siz boshdan kechirayotgan salbiy his-tuyg'ular tebranish dissonansi yoki qarshiligi bilan bog'liq. Sizning ichki borlig'ingiz faqat sevgini his qilishi mumkin bo'lgan narsalarga qaratadi va biror narsaning yoki kimningdir sizga yoqmaydigan jihatlariga e'tibor qaratganingizda siz ichki mohiyatingiz bilan bo'lgan tebranishlar mutanosibligidan tashqarisida bo'lgan narsalarga e'tibor qaratasiz. Sizning ichki borlig'ingiz faqat muvaffaqiyatingizga qaratilgan va siz qilayotgan ishingizni muvaffaqiyatsizlik sifatida qabul qilmoqchi bo'lsangiz, ichki mohiyatingiz nuqtai nazari bilan kelishmovchilikka duch kelasiz. Sizning dunyongiz asosiy manba nigohi bilan. Yaxshi his-tuyg'ularga to'laroq fikrlarni tanlab, xohlagan narsangiz haqida ko'proq va xohlamagan narsangiz haqida kamroq gapirib, siz asta-sekin kattaroq va donoroq bo'lgan ichki mohiyatingiz tebranish chastotasiga moslashasiz. Sizning tebranishlaringiz hayotning katta umumiy tasviriga moslashtirilganda va shu vaqtning o'zida siz esa oddiy jismoniy hayotingizni boshdan kechiryapsiz, bu dunyo haqiqatdan ham dunyoning eng yaxshisiga aylanadi. Chunki siz mana shu umumiy hayot tasviri bilan tebranish muvofiqligiga erishganingizda, siz o'z dunyongizni ham shu umumiy katta hayot tasviri nuqtai nazaridan ko'ra boshlaysiz. Manba nigohidagi dunyo bu hayotning haqiqatdan ham hayratlanarli ko'rinishidir. Chunki bu tebranish nuqtai nazaridan siz bunda asl manba bilan tebranishlar darajasida mos kelasiz va shuning uchun siz o'zingizga faqat o'z dunyongizdagi eng yaxshi deb hisoblagan narsalarni jalb qilasiz. Abrahamning tebranishlarini og'zaki yoki yozma nutqqa tarjima qiladigan Ester buni, ya'ni axborotni qabul qilishni bo'shashish holatida va ataylab o'z mohiyatidagi tebranishlarning Abrahamning jismoniy bo'lmagan tebranishlari bilan uyg'unlashguncha ko'tarilishiga imkon berish orqali amalga oshiradi. U buni ko'p yillar davomida qilmoqda va endi bu uning uchun tabiiy holga aylandi. U tebranishlarni boshqa jismoniy do'stlar, insonlar uchun bizning bilimlarimizni samarali tarjima qila olishi uchun kerakli yo'sinda moslashtirishning afzalligini uzoq vaqtdan beri tushunib yetgan edi. Ammo bahorning bir ajoyib tongigacha o'z avtomobilida ketish kerak bo'lgan do'stiga darvozani ochib berishi kerak bo'lgan kungacha boshqa bir ajoyib ustunligini, afzalligini tushunmagan edi. Darvoza oldida kutib turib, u osmonga qarardi va uni hech qachon bunchalik go'zal ko'rmaganligini anglab yetgandi. U rangi juda boy edi va yorqin moviy osmon hamda hayratlanarli darajada oq bulutlarning kontrasti uni hayratda qoldirgandi. U shunchalik ularni ko'rish mumkin bo'lmagan uzoqlikdagi va lekin ularning ajoyib ohanglari uni zavqdan titratadigan qushlarning muloyim qo'shiqlarini eshitardi. Ularning chuvurlashlari xuddi ular uning boshi ustida yoki yelkasida o'tirgandek yangrar edi. Va keyin u o'simliklardan, gullardan, yerdan chiqadigan shamol orqasida uchib yuradigan va uni o'rab turgan ko'plab mazali hidlarni ham sezdi. O'zini tirik, baxtli va ajoyib dunyoga oshiqdek his qildi. Va u baland ovozda dedi: "Butun koinotda, shu yerda va hozir bundan ham go'zal lahza bo'lmagan." Hayotdagi bunday lahzalar borliq quvonchini his qilganda bu o'z asl manba bilan to'liq moslashgan daqiqalardir. G'oyaga kuchli qiziqish yoki sezilarli qiziqishni his qilgan lahzalar ham to'liq izchil yoki uyg'unlashgan lahzalardir.
Aslida sizning his-tuyg'ularingiz qanchalik yaxshi bo'lsa, siz o'zingizni manbangiz bilan haqiqatdan ham kimligingiz, mohiyyatingiz bilan uyg'unlashasiz. Hayotning ulkan tasviri bilan bo'lgan bu uyg'unlik nafaqat hayotda xohlagan barcha jiddiy va muhim narsalarga tezroq erishishiga imkon beradi. Ajoyib munosabatlar, qoniqarli martaba va o'zingiz xohlagan narsani qilish uchun resurslarga. Lekin ongli uyg'unlik har kuningizning har bir lahzasidagi tajribasini kechirishda to'liqlik hissini ham oshiradi. O'z ichki borlig'ingiz tebranishlariga moslashganingizda kunlaringiz aniqlik, qoniqish va muhabbatning ajoyib daqiqalari bilan to'ladi. Va bu aynan siz shu go'zal joyda, bu ajoyib vaqtda, bu go'zal tanada kechirmoqchi bo'lgan hayot tarzidir. Men ongli ravishda o'zimni yaxshi his qilish uchun tanlov qila olaman. Ester Abrahamning dunyoga to'liq qarashini, o'zi orqali o'tishiga va shu bilan unga yoqimli tajriba berishiga imkon berdi. Chunki u kunini o'zini yaxshi his qilishga yordam beruvchi sabablarni izlashdan boshlagandi. U yotoqda yotganida ham o'zini yaxshi his qilish uchun birinchi sababni qidirgandi va bu yoqimli fikr boshqasini va boshqasini, yana boshqasini o'ziga tortdi. To u darvozaga yetib borguncha, ya'ni taxminan 2 soatdan keyin. Qasddan qilingan tanlov tufayli fikrlar u tebranishlarning chastotasini toki ichki mohiyati bilan osongina o'zaro ta'sir qilishi mumkin bo'lguncha, ichki mohiyatining tebranishlari bilan yetarlicha mos keladigan darajagacha olib bordi. Siz aynan hozir tanlagan fikrlar nafaqat keyingilarni va keyingilarni va keyingilarni jalb qiladi. Ular xuddi shunday sizning ichki mohiyatingiz bilan o'zaro munosabatingizning asosiga ham aylanadi. Agar siz doimo va maqsadli ravishda o'zingiz xohlagan narsa haqida ko'proq o'ylab, gapirsangiz va xohlamagan narsangiz haqida kamroq gapirsangiz, ko'pincha o'zingizni manbangizning sof ijobiy mohiyati bilan uyg'unlikda topasiz va bunday sharoitda sizning hayotingiz siz uchun juda yoqimli bo'ladi. Kasalliklarga salbiy his-tuyg'ular sabab bo'lishi mumkinmi? Esterning darvoza oldida boshdan kechirgan his-tuyg'ulari uning manba bilan tebranish moslashuvi va shu tariqa mutlaq farovonligi bilan ancha kuchaytirilgandi. Ammo agar siz manba va farovonlik bilan moslashmagan bo'lsangiz, teskari hislarni ham boshdan kechirishingiz mumkin. Boshqacha qilib aytganda, kasallik yoki farovonlikning yetishmasligi siz tebranishlar darajasida o'zingizni farovonlikka uyg'unlashga yo'l qo'ymaganingizda yoki ruxsat bermaganingizda paydo bo'ladi. Har safar siz salbiy his-tuyg'ularni boshdan kechirganingizda, qo'rquv, shubha, g'azablanish, yolg'izlik va boshqalar, salbiy his-tuyg'u hissi sizning ichki mohiyatingiz bilan uyg'unlikka mos kelmaydigan chastotida tebranadigan narsani o'ylaganingizning natijasidir. Sizning barcha hayotiy, jismoniy va jismoniy bo'lmagan kechinmalaringiz davomida ichki mohiyatingiz yoki mutlaq o'zligingiz bilim darajasigacha rivojlanib o'sdi va shuning uchun har safar ongli ravishda ichki mohiyatingiz biladigan narsaga mos kelmaydigan fikrga e'tibor qaratsangiz, natijada boshdan kechirgan tuyg'u bu salbiy his-tuyg'ulardan biri bo'ladi. Agar siz qon aylanishini toraytirib, oyog'ingizni jimirlatguncha noto'g'ri o'tirib qolsangiz yoki bo'yningizni biron narsa bilan mahkam boylasangiz va kislorod oqimini cheklasangiz, darhol cheklovning aniq dalillarini olasiz. Xuddi shunday, sizning fikrlaringiz ichki mohiyatingizni fikrlari bilan uyg'un bo'lmaganda, jismoniy tanangizga kiradigan hayotiy kuch yoki energiya oqimi tiqilib qoladi yoki cheklanadi. Va bu cheklov natijasi shundaki, siz shu paytda salbiy his-tuyg'ularni boshdan kechirasiz. Va agar siz bu tuyg'ularni uzoq vaqt ushlab turishiga ruxsat berganingizda, ko'pincha o'z tanangizni yo'q qilinishini, kasallanishini, betobligini his qila boshlaysiz. Esda tutingki, har bir obyekt aslida ikkita obyekt. Bu kerakli yoki kerakli narsaning yo'qligi.
Bu ikki qirrali qilichga o'xshaydi. Bir uchi siz xohlagan narsani, ikkinchisi esa siz istamagan narsani ifodalaydi. Shuning uchun jismoniy farovonlik deb nomlangan tayoqning bir uchida salomatlik, ikkinchisida kasallik bor. Biroq odamlar kasallikni nafaqat jismoniy farovonlik tayog'ining salbiy uchiga qaraganlari uchun, balki ko'p men nima istamasligimni bilaman tayoqchaning uchlariga qaraganlari uchun ham boshdan kechirishadi. Vaqt o'tishi bilan sizning e'tiboringiz doimo siz istamagan narsaga qaratilsa va sizning ichki mohiyyatingizning e'tibori doimo siz xohlagan narsaga qaratilsa, bu siz va sizning ichki mohiyatingiz o'rtasidagi tebranishlarning ajralishini keltirib chiqaradi. Va bu kasallikning aslida mohiyatidir. Siz tanlagan fikrlar tufayli siz va sizning ichki mohiyatingiz o'rtasida ajralish. O'z-o'zini salbiy his qilishdan yaxshi hissiyotlarga burilish. Har bir inson o'zini yaxshi his qilishni xohlaydi, lekin ko'pchilik odamlar o'zlarini shunday his qilishni boshlashdan oldin atrofdagi hamma narsa ularga yoqimli bo'lishi kerak deb o'ylashadi. Darhaqiqat, aksariyat odamlar har qanday vaqtda nimanidir hayotlarida kuzatayotganlari sababli nimani his qilayotgan bo'lsalar, shuni his qilishadi. Agar ular tomosha qilayotgan narsa ularga yoqimli bo'lsa, ular o'zlarini yaxshi his qilishadi. Agar yoqimsiz bo'lsa, o'zlarini yomon his qilishadi. Aksariyat odamlar o'zlarini doimo yaxshi his qilish uchun o'zlarini kuchsiz deb hisoblashadi. Chunki ular o'zlarini yaxshi his qilishlari uchun atrofdagi sharoitlar o'zgarishi kerakligiga aminlar. Ammo shu bilan bir vaqtda ular bu holatlarni o'zgartira olmasliklariga ham ishonishadi. Biroq har qanday obyekt aslida ikkita obyekt, kerakli va kerakli narsaning yo'qligini anglasangiz, siz e'tibor berayotgan narsalarning ijobiy tomonlarini ko'rishni o'rganishingiz mumkin. Va bu burilish jarayonining eng ahamiyatli va muhim joyi. Ataylab siz e'tibor berayotgan narsaga yaqinlashish uchun yanada ijobiy yo'llarni qidirish. Bu jarayonni yanada yoqimliroq his qilishga ko'maklashadi. Agar siz istalmagan holatlarga duch kelsangiz va shuni ketidan o'zingizni yomon his qilsangiz va ataydan shunday desangiz, xo'sh, men nima istamasligimni bilaman. Unda men nima istayman? Unda sizning diqqat markazingiz ta'sir qiladigan mohiyatingizning tebranishlari biroz o'zgaradi va jalb qiladigan nuqta yoki joy ham o'zgaradi. Va shunday qilib, siz hayotingiz haqida boshqacha hikoya qilishni boshlaysiz. Menga har doim pul yetishmaydi deyish o'rniga, siz men ko'proq pul kutmoqdaman deb aytishni boshlaysiz. Bu butunlay boshqacha hikoya, butunlay boshqacha tebranish va vaqt o'tishi bilan sizga butunlay boshqacha natijalar beradigan, butunlay boshqacha tuyg'u. Siz doimo o'zingizga o'zgaruvchan nuqtai nazaringizni inobatga olgan holda men nimani xohlayman deya savol bersangiz, vaqt o'tishi bilan siz o'zingizni juda yoqimli joyda topasiz. Chunki siz doimo o'zingizdan nimani xohlayotganingizni so'rab turganingizda jalb qiluvchi markazingiz shu tomonga siljiy boshlamasdan iloji yo'q. Jarayon asta-sekin bo'ladi, lekin uni muntazam ravishda qo'llash bir necha kun ichida ham ajoyib natijalarga olib keladi. Men o'z istaklarim bilan uyg'unmanmi? Shunday qilib, burilish jarayoni oddiy. Har safar siz salbiy his-tuyg'ularni boshdan kechirayotganingizni payqaganingizda, aslida bu siz xohlagan narsa bilan uyg'unlik hissining yo'qligi. Buning aniq yechimi bu to'xtash va o'zingizga aytishdir. Men salbiy his-tuyg'ularni his qilyapman va bu shuni anglatadiki, men xohlagan narsam bilan uyg'un emasman. Xo'sh, men nima istayman unda? Har safar salbiy his-tuyg'ularni boshdan kechirganingizda, siz hozir ayni paytda nimani xohlayotganingizni aniqlash uchun juda aslida qulay holatda bo'lasiz. Chunki siz hech qachon o'zingiz istagan narsalarni, xohlamagan narsani his qilganingizda paydo bo'ladigan holatdan ko'ra aniqroq ifoda eta olmaysiz. Shuning uchun darhol to'xtab o'zingizga ayting:
Bu holatda muhim narsa bor. Aks holda men salbiy his-tuyg'ularni boshdan kechirmasdim. Men nima istayman? Va keyin e'tiboringizni xohlagan narsaga qarating. E'tiboringizni xohlagan narsangizga qaratganingizda salbiy tortishish to'xtaydi va ijobiy narsa jalb bo'lishni boshlaydi. Va ayni shu vaqtda sizning his-tuyg'ularingiz o'zgaradi. Siz o'zingizni yomon his qilishni to'xtatasiz va o'zingizni yaxshi his qila boshlaysiz. Bu burilish jarayoni.